Men shuning uchun ham O'zbekistonda harakat qilmaydigan insonlar tushunmaydi. Harakat qil, natijaga erish, lekin Harakat qil, men natija olayyin deyapmiz. Hech qanaqa konkurensiya yo'q. Hamma dangas. Hamma narsani kech boshlaymiz. Juda oddiy formulada bu. Harakat qilsang, bu yerda ehtimol katta. Garantiya yo'q, to что nima deydi mana. Boksni olaylik yoki judoni kurashni olaylik. O'zbekistonda rivojlangan zonalar. da ancha rivojlangan. Tamom, O'zbekiston chempionatini yutish, olimpiadani yutish bilan pastda teng. Hozir juda qiyin. Men nimani ko'rganman? Olimpiadada 3-o'rinning prizori O'zbekiston chempionatida uchgan. Birinchi brasokda birinchi sxvatkada uchib ketgan judoda. Yo'q. Ha, u yerda он третье место получил. Hozir endi ismlarini aytmayman. Dog'istonda barba bo'yicha chempion bo'lish dunyodan ko'ra ancha Xuddi qiyinroq. shunaqa. Hozir misol uchun Mongoliya chempionatini eslab qolishdan yutish, jahon chempionatini yutishdan qiyin bo'lib qoldi. Mongoliya nomer 1 eslab qolish. Mongoliya nomer 1 eslab qolish bo'yicha. U yerda yuting degan jahon chempionatida точно 1 yoki 2 ni olasan. Bu однозначно, chunki konkurensiya bosim слишком katta-da. Dahshatli darajada katta. Bizda bu narsa hali yo'q. Qachondir bo'ladimi, bo'lmaydimi men bilmayman. Lekin hozir misol uchun mana IT'ni olaylik, montajni olaylik, marketingni olaylik. Любой mana bozorni ko'rsangiz, montajyorlar ham, IT'chilar ham, marketologlar ham ko'pi 1 yil, 2 yillik tajribaga ega bo'ladi. Uzog'i 4 yil. Men ko'rmadim, 20 yildan beri IT bilan shug'ullanib yurgan bozorda bor inson. Yo'q-da bunaqalar. U yerda 20 yildan beri shug'ullanib yurganlar 100 mingta. 100 mingta 20 yillik tajriba. Qanday ulardan o'tib ketasiz? Imkonsiz narsa-da bu. Shuni hisobiga jitkis anaqa majbur emasmiz-da mehnat qilishga. O'shanga yuraveramiz 8 yoshgacha o'qish bilmasdan. Tilni o'rganish, boshimizni qashlab 25 ta boshlaymiz, va hokazo. Nega yo'q? Muhtojlik yo'q bu narsaga.